Assalomu alaykum qizlarjonlar. Hozir men sizlarga foydali qonni ko'paytiradigan kompot qilishni o'rgataman. Sizlarga uning uchun mana bunaqa lavlagi olma kerak bo'ladi. Olma обязательно ko'k olma bo'lishi kerak. Mana bunaqa. Mana hozir artib oldim olmani. Keyin magis kerak bo'ladi. Sizga magis. Hozir mana bularni qirg'ichdan chiqarib olamiz. Qizil lavlagi bilan olmani qirg'ichdan chiqarib olamiz. Mana yordamchiman bu yerda. Mana bu yerda yordam berib turadi. Olmani qirg'ichdan chiqaramiz. Olma bilan lavlagi qo'shilgan holda o'zidan ajoyib mazza chiqaradi. Bu bilan bir oy kremsiz ichsangiz qon ancha ko'payadi. O'zi bitta lavlagi yetadi, ikkita ko'plik qiladi. Aslida. Bundan da solamiz. Magizni bir choy ichish kerak. Shunday tushib ketadi. Mana bunga aralashtiramiz. Magiz bilan olmani va buni grafinaga solamiz. Mana bu grafinaga. Solaylik. Buni iloji bo'lsa kechqurun qilib qo'yib, ertalab ichish kerak. Bo'lsa mazasi bir-biriga o'tib tayyor bo'lib turadi. Agar kunduzi qilsanglar 2 soat dam oldirib qo'yish kerak. Endi bunga qaynoq suv solamiz. Ya'ni grafinaga sovuq suv solib, nima qilib qo'ymanglar, birinchi issiq suv solib, o'z-o'zgina qizdirib olish kerak. Paqillab yorilib ketish kerak emas.